Ekinlarni himoya qiluvchi sun'iy intellektga asoslangan yangi texnologiya ishlab chiqildi. O'zbekiston 8 oyda 10,6 million dollarlik olma eksport qilgan. O'zbekiston va Xitoy qishloq xo'jaligi hamkorligi yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Qishloq xo'jaligi tizimiga oid haftaning muhim voqea hodisalari tafsiloti bilan Agronews dasturi yana e'tiboringizda. Mazkur hafta joriy mavsumga doir amalga oshirilayotgan agrotexnik ishlar samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan rasmiy tashriflar, uchrashuvlar hamda tizim rivojiga yo'nalgan hamkorlik kelishuvlariga boy bo'ldi. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va yaqinlaringiz bilan ulashing. Milliy statistika qo'mitasining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilning yanvar-avgust oylarida O'zbekiston 10 ta xorijiy davlatga qiymati 11,6 million AQSh dollariga teng bo'lgan 22,6 ming tonna olma eksport qilgan. Bunda asosiy xaridorlar Rossiya, Qozog'iston va Qirg'iz Respublikasi. Qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonov Navoiy va Jizzax viloyatlariga tashrif buyurib, hududlarda amalga oshirilayotgan agrar islohotlar bilan tanishdi. Dastlab paxta dalalari ko'zdan kechirilib, agrotexnik tadbirlar, ekinlarning holati, hosildorlik ko'rsatkichlari hamda paxta yig'im-terimi kabi muhim masalalar muhokama qilindi. Shuningdek, ekinlar unumdorligini oshirish, yig'im-terim mavsumida texnika va ishchi kuchini to'g'ri taqsimlash hamda paxta sifatini pasaytiruvchi omillarni oldini olish bo'yicha amaliy tavsiyalar ham berildi. Shuningdek, paxta qabul qilish maskanlarida olib borilayotgan keng ko'lamli yondashuvlar bilan ham tanishdi va xodimlar tajribasini yanada rivojlantirishga doir tegishli topshiriqlar berildi. Bundan tashqari, boshqa turdagi qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda joriy etilayotgan yangicha agrotexnik tadbirlar, parvarish qilinayotgan eksportbop mahsulotlar sifati ko'zdan kechirildi va mas'ullarga ishni tizimli tashkil etish bo'yicha qator vazifalar yuklandi. Shuningdek, vazir Ibrohim Abdurahmonov ishchi tashrifi davomida Jizzax viloyatining Paxtakor tumanidagi Jamshid Xurshid fermer xo'jaligi dalasida bo'lib, ekologik toza o'g'itlash texnologiyalariga bag'ishlangan biochar, bakashi va jivamrit mavzusida o'tkazilgan nazariy va amaliy seminarda ham bevosita ishtirok etdi. Fermer xo'jaliklari rahbarlari, klaster vakillari, agronomlar, olimlar hamda soha mutasaddilari qatnashgan mazkur seminarda mamlakatimizga taklif qilingan Xalqaro paxta bo'yicha maslahat qo'mitasi texnik direktori Dr. Keshav Kranti ushbu texnologiyalarning ilmiy asoslari, samarali qo'llash yo'llari hamda agroekotizim barqarorligidagi o'rni haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tdi. Vazir o'z navbatida ekologik texnologiyalarni amaliyotda keng joriy etish zarurligini, bu esa iqtisodiy samaradorlik, tuproq salomatligi va ekologik muvozanatni saqlash uchun muhimligini alohida qayd etdi. Aytish kerak, Germaniyaning Bizpanto kompaniyasi bilan G'o'zapoyadan biochar olish texnologiyasini joriy etish orqali karbon kredit olish bo'yicha dastlabki kelishuvga erishildi. Hisob-kitoblarga ko'ra, Jizzax viloyatida mazkur yangilikni joriy qilish uchun 10 ming gektar maydon ajratilishi rejalashtirilgan. Olimlar mikotoksinlarni aniqlashda sun'iy intellekt imkoniyatlariga tayangan holda global oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qiluvchi yangi texnologiyani ishlab chiqdi. Ushbu yondashuv giperspektral tasvirlash, ya'ni HCI va mashinali o'qitish metodlarini uyg'unlashtiradi. Mikotoksinlar don, yong'oq va boshqa mahsulotlarni yetishtirish, yig'ish hamda saqlash jarayonida zararlashi mumkin bo'lgan xavfli toksinlar hisoblanadi. Mutaxassislar hisob-kitobiga ko'ra, har yili dunyo bo'ylab umumiy hosilning 25% gacha qismi aynan shu sababli yo'qotiladi. Laboratoriya sinovlari natijalariga ko'ra, texnologiya 90-95% gacha aniqlik ko'rsatgan. Ba'zi hollarda esa natija deyarli 100% ga teng bo'lgan. Ayniqsa alfa-toksin B1 ni aniqlashda usulning samaradorligi yuqori ekani tasdiqlangan. Tadqiqotchilar texnologiyani kelgusida ishlab chiqarish liniyalariga joriy etish, shuningdek, mahsulot xavfsizligini tezkor baholash uchun prototip moslamalar yaratish ustida ishlamoqda. Qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Alisher Shukurov butun Xitoy xalq vakillar kengashining qishloq xo'jaligi va qishloq ishlar qo'mitasi raisi o'rinbosari Duan Chunhua bilan uchrashdi.
Suhbat chog'ida ikki davlat o'rtasidagi agrar hamkorlikni yanada kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Uchrashuv avvalida Alisher Shukurov O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi agrar aloqalar tobora mustahkamlanib, har ikki mamlakat uchun amaliy natijalar berayotganini ta'kidladi. Bugungi kunda urug'chilik, ayniqsa paxta urug'chiligi yo'nalishida keng ko'lamli hamkorlik loyihalari yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu ishlanmalar hosildorlikni oshirish va Xitoy tajribasini o'rganish imkonini bermoqda. Shuningdek, muloqotda paxta terimida to'liq mexanizatsiyaga o'tish, yangi texnologiyalarni joriy etish va kelgusidagi amaliy rejalar tahlil qilindi. Muloqot yakunida tomonlar mavjud hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish, qo'shma loyihalarni amaliyotga joriy etish hamda tajriba almashinuvini yanada faollashtirish bo'yicha kelishib oldilar. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra 2024-yilda respublikamizdagi barcha toifadagi xo'jaliklar tomonidan 953 ming tonna qovun yetishtirilgan. Shundan fermer xo'jaliklarida 512,4 ming tonna, dehqon va tomorqa xo'jaliklarida 389,6 ming tonna, qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarda esa 51 ming tonna qovun yetishtirilgan. Mazkur ko'rsatkich mamlakatda qovunchilik yo'nalishining barqaror rivojlanayotganini va ichki bozor bilan bir qatorda eksport salohiyatining ham oshib borayotganini ko'rsatadi. Qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonov Germaniya Bundestagi parlamentining qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat va vatan qo'mitasi deputati Herman Ferber bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqotda ikki davlat o'rtasidagi agrar sohadagi hamkorlikni yanada rivojlantirish, tajriba almashish hamda yangi qo'shma tashabbuslarni yo'lga qo'yish masalalari muhokama qilindi. Tomonlar o'zaro hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish zarurligini ta'kidlab, dual ta'lim tizimiga alohida e'tibor qaratdilar. Mazkur tizimda talabalar nazariy bilimni oliy ta'lim muassasasida oladi, amaliy ko'nikmalarni esa ishlab chiqarish jarayonida mustahkamlaydi. Uchrashuvda shuningdek kelgusida o'zbekistonlik yosh fermerlar va agrar yo'nalishdagi talabalarni Germaniyada amaliy tajriba orttirishga imkon beruvchi yangi qo'shma dastur ishlab chiqish taklif qilindi. Bundan tashqari chorvachilik, raqamlashtirish va baliqchilik yo'nalishlarida hamkorlikni kengaytirish, Germaniyaning ilg'or texnologiyalarini O'zbekiston qishloq xo'jaligiga joriy etish orqali soha samaradorligini oshirish masalalari ham atroflicha tahlil qilindi. Qishloq xo'jaligi vaziri maslahatchisi Nuriddin Qo'shnazarov Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki hamda BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti FAOning mamlakatimizga tashrif buyurgan qo'shma missiyasi vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Muloqot chog'ida iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlarini yumshatish, agrar soha uchun iqlimga mos investitsiya imkoniyatlarini aniqlash masalalari muhokama qilindi. Tomonlar shuningdek oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash tobora dolzarb ahamiyat kasb etayotganini ta'kidlab, O'zbekistonda Climate Smart Agri-Food iqlimga moslashuvchan qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat tizimlarida uzoq muddatli rejalashtirish imkoniyatlarini ko'rib chiqishdi. Yakunda esa hamkorlikda yangi loyihalarni bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etishga kelishib oldilar. Bizda hozircha shular. Tarmoqdagi rasmiy sahifalarimizga obuna bo'ling, yangilik va ma'lumotlarni yaqinlaringiz bilan bo'lishing. Eng asosiysi bizni kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha.